Har bir inson qalbida iz qoldirgan, bir umrlik saboq bergan bir inson bor. Bu ustoz. U hayot yo'lingizdagi birinchi yo'lchi. Ustoz yurakdan yurakka yo'l ochuvchi inson. Ustoz vaqtni soat bilan emas, qalb bilan o'lchaydi. Har bir o'quvchining dardini ichida ko'taradi. Qahridan mehr tomadi, tanbehidan esa tarbiya. Ustoz har kuni o'zini unutib, boshqalarga hayot beradigan odam. Uning kitobi faqat darslik emas, uning qalamida sabr, uning nigohida orzu mujassam. Eng mashaqqatli, eng sharafli kasb bu o'qituvchilikdir. Ustoz faqat dars emas, qalb tarbiyasini beradi. Yillar o'tadi, darslar esdan chiqadi, lekin ustoz yurakda qoladi. Chunki u hayotga yo'l ochgan odam. Har bir muvaffaqiyatli inson ortida albatta bir buyuk ustoz turadi.